Ta'limni texnikasiz tasavvur qilish qiyin. Smartfonlar, notebooklar, onlayn tarjimonlar, audio kitoblar kabi ko'plab texnik qurilmalar 21-asrda ta'lim sohasida katta qulayliklar yaratmoqda. Shunday qulayliklardan yana biri bu O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan taqdim etilgan QR Book loyihasi bo'ldi. Demak, bu QR Book loyihasi Innovatsion rivojlanish vazirligida bir qancha o'zimizning shogirdlar, yosh innovatorlar Toshkent davlat stomatologiya instituti talabalari bilan birgalikda ishlab chiqdik. Buni asosiy maqsadi shuki, talabalar uchun kitoblarni tez topish imkonini yaratish. Boshqa tashkilotlarda ham ushbu loyihaga juda katta qiziqishlar bo'lyapti. Va bizga, demak, ularni ham kutubxonalarni elektron tarzda ushbu QR Book loyihasi asosida qayta ko'rib berishimizni iltimoslar qilishyapti. Ayni kunlarda ushbu loyihani ilk marta aprobatsiyadan o'tkazish Toshkent davlat stomatologiya institutida amalga oshirilmoqda. Bu jarayon davomida talabalar QR Bookdan samarali ravishda foydalanib kelishyapti. Talaba QR Book kartasini oladi va orqasida taqdim etilgan 5 ta kitobdan birini tanlaydi. Buning uchun maxsus ilova yordamida orqasidagi shtrix kodlarni u skaner qiladi. Deylik 5 ta kitobdan men birinchi kitobni skaner qildim va endi open'ni bossam, kitob tayyor. Loyihani barcha oliy ta'lim muassasalariga tatbiq etish bo'yicha Oliy ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda ishlash rejalashtirilgan. Umid qilamizki, tez orada barcha talabalar QR Bookdan foydalanish imkoniga ega bo'lishadi. Endi siz sevimli kitoblaringizni izlab topish uchun hech qancha vaqt sarflamaysiz. Mana bu mittigina karta orqali istalgan joyda kitob mutolaa qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shunchaki maxsus QR Book ilovasini mobil telefoningizga yuklab olishingiz kifoya. Suv, elektr energiyasi va tabiiy gaz. Bular kundalik hayotimizda katta